Allohga qasamki, Alloh mana shu Hajarul Asvad toshni tiriltiradi qiyomat kunida dedi. Lahu aynani yubsiru bihima va lisanu yantiqu bihima. Ikkita ko'zi bo'ladi ko'radigan va tili bo'ladi gapiradigan. Va kim unga salom berib, unga bir salom bergan bo'lsa, albatta guvohlik o'tadi. Hadislarda keladi. Hajarul Asvad bu qora tosh degani tarjimasi. O'zi aslida Ibrohim alayhisalom mana shu Ka'bani qurayotgan paytda bitta burchagini boshqa burchaklardan farqli bo'lishini xohladida o'g'li Ismoilga bir boshqacharoq bir tosh topib keling dedi. Shuniga qo'yaylik, ajralib tursin boshqa burchaklardan dedi. Ismoil alayhisalom bir aylan topolmasdan qaytib kelganda, Ibrohim alayhisalom oppoq toshni o'shiga o'rnatib, devorni donlib ketayotgan birov urishdi. Otajon, kim olib keldi buni deydi desa, Jibril olib keldi. Jannatdan olib chiqarilgan u tosh birodar. Oq bo'lgan. Savvadat huzunu bashar ibn Adam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, odamlarning gunohlari uni qoraytirib tashladi deydi.